Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Biz Innopolisga yo'l oldik. Birgalikda kuzatamiz. Qani ketdik. Ben bu dünyada adalet görmedim ki görmedim. Özlüme üzülme saadet görmedim ki görmedim. Ben bu dünyada adalet görmedim ki görmedim. Özlüme üzülme saadet görmedim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz Innopolis shaharchaga yetib keldik. Biz kelishimiz bilan yomg'ir boshlaverdi. To'g'ri, havo ancha ayniq. Innopolis shaharchamizda robot dastavchilarimiz bor ekan. Tekinga yetkazib berar ekan, dastavkalarni. Hozir robotlarni topib sizlarga video obzor qilib ko'rsatishga harakat qilamiz va bezvoditel taksilarimiz bor ekan. Yandex.Go'dan besplatno yetib keladigan chaqirsanglar va shaharda besplatno aylanib yursanglar bo'ladi Tekinga. Qani, shaharda obzor qilib ko'rsatamiz obunachilarga. Ketdik birgalikda. Mana do'stlar, shaharchamiz ichiga ham kirdik. Hozir robot dastavchilarimiz va besplatno taksilarni izlayapmiz. Izlab topib hozir sizlarga obzor qilib chiqarishga harakat qilamiz. Kelinglar, qiziqqanlar, maza qilib aylanib ketinglar. Shaharcha zo'r, chiroyli va har xil qiziqarli narsalar bor. Ko'rib maza qilib aylanib ketishlar mumkin kelib. Mana biz dastavchi robotimizni topdik. Dastavkani olib ketyapti ekan. Ya dastavli besplatno. Bepul olib borib qo'yaman deb yozib qo'yilgan o'zbekchasiga. Mana qayerga ketyapsan? Absolutno besplatno. Tekinga olib borib dastavkaga nihoyat mana robot dastavchigini ham topdik, izlab. Robot dastavchigimiz tekinga mana sizlarga dastavka qilib beradi, zakaz qilsanglar. Biror narsasini birov o'g'irlab keta olmaydi, chunki atrofida polni kamera, buni 5-6 ta kameralari bor. Mana bu orqada kamera, oldida kamera, ikki yonboshida kameralari bor. Yetib borgandan keyin dastavkani olib borgandan keyin avtomatik eshigi ochiladi, bu dastavkangizni olib, pul to'lamaysiz hech qanaqa, tekinga dastavkangizni olib ketaverasiz. Do'stlar, ajoyib shaharcha ekan Innopolis shaharchamiz. Kelib maza qilib aylanib, dam olib ketsanglar bo'ladi, ko'z quvontirib. Maza qilib aylanadigan joy ekan. Yer osti yo'liga tushdik. Yer osti yo'li ham juda chiroyli, toza. Mana chiroyli kartinkalar yerib qo'ygan devorlarga. Sovuqqina muzday. Вообще gap yo'q. Obunachilar, eslatib o'tamiz, rozыгрыш o'yinimizga start berganmiz. Rozыгрыш o'yinimizga bosib kirishda avtomobil qo'yilgan. Biletlar soni cheklangan. Biletlarimiz narxi 1,5 million. Pastda karta va WhatsApp nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar.